Salohiddin bugun nima kelibdi? Shimlami? Assalomu alaykum. Hammaga xayrli tong. Zo'r shimla keldi. Bitta ko'rib baho berib yuboringlar. Like podpiskani bosib yuboringlar akalarim. Roskos brendidan. Sifatlari вообще zo'r. Kачествоsi umuman zo'r. Materiallarini ko'ringlar yoruvdi. Materiallari mana bunaqa chotki material bo'ladi. Oddiy emas bular. Haqiqatdan ham zo'rlar. Ichlarini ham ko'rsatib qo'yaman sizlarga. Bular toza turetskiy mol bo'ladi, Madain Turkiya. Ba'zi bularni manbalari ham, etiketkalari ham o'chib ketmaydi. Bir xil bilasizlarmi, turetskiy narsalarni. Bir-ikki yuvganda mana yozilgan firmani otlari ham o'chib ketadi. Bularda unaqa narsa bo'lmaydi. Bularning ichlari ham вообще zo'r. Sifat o'zi ham bomba. Kачествоsi. Plitka material bo'ladi bu ham. Вообще chiroyli, yonidan ko'rsanglar, ranglari bor, tiniq. Kimga shunaqa narsalar kerak? Abisahi Center 2-etaj B20 Fiorenti Milano do'konida bor. Narxlariga kelsak, bular bizda hozir 480 ming so'm bo'lyapti. Sizlarga podpiska like bosilsa 330 ming so'm. Toza turetskiy shim olasizlar. Alloh hammamizdan rozi bo'lsin. Salomat.